Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vale. İmam Mavardi rahmetullahi aleyh Edebuddin ve Dünya namlı kitabıdan ilim irfan münasebetlik mesele hakkında to'xtalib kelib bugün mundaq deydi. Buzur Cumhur Hazretleri şundaq degan deydi İmam Mavardi rahmetullahi aleyh. İşleş emgak hakikaten japalık adam çalıştırdı. Lekin bika taletlik, bikachilik bu adamni buzudi deb shundaq degan deydi. Şonashqa bek ishladim deb ilim egallashga sal qaraydigan avval bo'lsin bo'lmaydi. Bika talet to'lab lag'aylab yurishning o'zimi bumi buniki qilgan ta'siri texmi ig'ir odamni buzadi demakchi. Shonashqa shu ikki tarafdan ilim egallash borasida diqqat qilish tegishli ishlar demakchi. Shuningdek ilim o'rganmoqchi bo'lgan odamning ilim o'rganish yoki ilim o'rganish jarayonida zerikmasligi, haramay, charchamasligi muhim. Ilim egallashadigan fursat kelgan vaqtda buni ching tutish lozim. Balkim davr zamon o'xshamaydigan paytlar keldi. Vaqt ma'lum o'ziniki qo'ynini ichayotgan bo'lsa, balkim bu torlashib qolishi mumkin. Vaqt yoki zamonning bergan narsasi ma'lum paytlarda bu beg'illashib ba'mal qilib qolishi mumkin. Shuningdek, ilm o'rganmoqchi bo'lgan odam beshdan boshlag'ay va ilmniki kirish bosh ishkidan kirgan. Hargizmi o'rganmasin bo'ladigan narsalarni o'rganish bilan mashg'ul bo'lmaslik kerak. Agar bunda o'rganmasin bo'ladigan narsalar bilan mashg'ul bo'lib qolgan vaqtida bilish tegishli muhim narsalarni bilishdan bu cheklab qo'ydigan, bunga ta'sir ko'rsatadigan avvallar bo'lib qoladi. Har qanday odamning ilmniki bir ortiqcha tan qoldiradigan, ortiqcha bir taraflari bo'ladi. Odamni bek mashg'ul qiladigan ko'pincha nadir taraflari bo'ladi. Bilmasin bo'ladigan odamning kallasini bek charishtiradigan bunda taraflar bo'ladi. Agar inson talibul ilm mushundaq narsalarni o'rganishga o'zining vaqtini sarf qiladi ekan, eng muhim narsadan buni mahrum qo'yib qo'ydi. Shuningdek, Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma shundaq aytgan, ilm sanab bo'g'ilmaydi. Shuningdek, ilmniki eng yaxshi, go'zal tarafini ilanglar. Ya'ni foydali tarafini ilanglar demakchi. Shuningdek, Xalifa Ma'mun ibn Rashid rahmatullohi alayh ilim barisiga gap qilib shundaqdan, agar ilm foydali, nayt go'zal, huzurliq bo'lmagan ahvolasida boshqa odamlarning qalbidan kitobning o'zi yaxshi degan. Aytsam unda ustozdan qachon bir vaqtini avar qilma, kitobni o'qi, boshqa kitob o'qi deb shundaq deganda. Endi bir qism donishmandlar, hakimlar ham shundaq deydi. Sen o'zing keraksiz narsadan qanchaki o'zingni yiroq tutgan siri, sana kerakli narsa texmo seni izlab topadi deydi. Shuningdek, ilm o'rgangan jarayonda foydali ilmlarni o'rganishing kerak demakchi bu vaqtda Imom Mavardi rahmatullohi alayh. Hamda ba'zi bir qism keraksiz ilmlarni tashlab deganlik hargizmi bir qism qiyin tuyulgan ilmlarni tashlab deganga sabab bo'lib qolsa bo'lmaydi. Buning g'aliqi tez kelgan, o'rganish ig'ir kelgan ilmlarni tashlab qo'yib, buningga bu paysigo degan o'zirini sababni ko'rsatsang, bu albatta bo'lmaydi. Bunda sabablarni ko'rsatish ahmaq kishilarningki qilmishidir. Ilmga sal qaraydigan nuqsonliq odamlarning bana sabablari bu. Har qanday odam ilmningki oson tarafini egallasa, tez tarafini tashlab qo'yadigan bo'lsa, bu albatta bir marganga, ovchiga o'xshaydi. Ovlash tez qiyin kelgan vaqtida tashlab qo'ydi-da, shuning bilan albatta bu odam tushgan holatda qaytib keladi albatta, mag'lubiyat bilan. Demak, bu o'ni o'g'limaq tez deb qarab qoldi-da, shuning uchun bu qo'li quruq qaytib keldi bu yerda. Ilm shunga o'xshash. Bilmagan odamlarga nihoyat zo'r, qiyin keladi ilm degan. Bilgan odamlarga nihoyat qulay. Chunki u ilmning ma'nolari, hukmlari so'zlab berayotgan odamning so'zida yerga jug'langan. Shunlashqa u shu bir kalimadagi, bir lug'atdagi so'zda jug'langan ma'noni odamga yetkazib berdi. Har qanday iste'moldagi so'zlar u anglanadigan labzni tushunadigan ma'noni o'z ichiga olgan. Har qanday kalimada ikki shakl bor. Biri anglanma labz, yana biri darhol odamningki mushkallasiga tushunchasiga paydo bo'ladigan tushuncha. Demak, so'z labz anglash orqali tushungil bo'ladigan kalamdir. Ma'no bo'lsa, qalb bilan tushunadigan, shu labzning ichiga yo'shirilgan hukmdir deb shunday deydi. Haqiqatan bir qism donolar, hakimlar shunday deydi. Ilmningki kelib chiqish o'rni
üçtür. Biri o'ylaydigan qalb, biri ifodalaydigan til, biri bayon qiladigan bayonnoma. Mushu 3 o'rindan söz chiqadi, ilm chiqadi deydi. Demek bu 3 ish birlashmasa, o ilm bo'lmaydi. Demek bu yerda mavarda, bu yerda oxirida bu shu faylasuflarniki kalam haqidagi bayonlar, kalam degan zot nima, bayon degan zot nima degandek bunda inchga atalg'ular kirib ketib qoldi. Xo'sh, mavarda yana shundoq deydi, inson so'zni anglab anqira olsa, qalbi bilan shu so'zning ma'nolarini tushuna olsa, ma'noni tushungan bo'ldi deydi. Undaqda odamniki o so'zni qaytadan hazm qilish, uni yani tushunish qatorliq bu kulfatlidan bu yerda qutulgan bo'ldi. Hamda bu odamning ustiga yuklangan nima qoldi degan vaqtda hamda angladi, ma'nosini tushundi. Hamda bu odamning qilishdagi ish nima? Faqat yodlash qiyinchiligi, takrorlash bosqichni boshlab o'tkazsa bo'ldi. Chunki bu ma'nolar deydi. Bu bayonnomalar odam bu g'aflatda qolgandan uyon bu yon qochib ketadigan, sel bilan g'aflat qoldidan uyon bu yon qochib ketadigan, to'zib ketadigan qochqinlardir. Ilm bir yot narsa. Bosh qo'yatdingmi, vukiblam qochadi bu. Ching tutmasan qochadi. Bu tushungandan keyin buni yodlagandan keyin bu odamga asla singishidi. Agar bu singandan keyin odamga ulfatlashgandan keyin muzokara qilib, murojaat qilib, takror qilgan vaqtida bu andin o'rnaydi. Bekidi. Shuningga bir qism danishmanlar shundoq deydi, kimiki kim ilmni muzokaradan ko'p qilsa, bilgan narsani unutmaydi. Hatto bilmagan narsalardan bu odam foydalanib mangadi degan. Shoir shundoq deydi, "İza lam yuzakir zul ulumi bi ilmihi" İlimdarlar özün ilmini muzakara qilib turmasa, bu bundan keyin ilmda foydalanmaydi. Hatta o'rgangan narsalarini unutib qoladi. Hamma mazhabda nurg'un kitoblarni to'plagan odamlar va kunlarning o'tishi bilan buni to'plab o'tgan yo'q, lekin to'plagan bilan uni o'rganmay, murojaat qilmaslik tufaylidan bu odam ko'rdir, bilmaydir deb shunday degan. Talibul ilm anglagan narsalarning ma'nolarini tushunmabdi. Da nima uchun tushunmadim degan bu sababini tepib chiqadi. Shu orqali nima uchun bu yerda tushunmaganligini, tushunmaslikning qiyin taraflarini, sabablarini bu odam bilish uchun texmi buni cho'nqurlab izlanishga boshlaydi. Chunki bir narsalarning sabab illatlarini bilgan vaqtida qochgan yiroqdagi mazmunlarni tepib olishga bu odam o'lisha oladi. Va buzilgan taraflarni o'nglash uchun bu odam albatta harakat qiladi. Undaqda ma'lum mazmunlarni, kalimalarni tushunmaslikning sababi 3 qismga jo'g'langan. Mush 3 nuqtadan, 3 sababdan ma'lum kalimani, ma'lum ma'noni, ma'lum lug'atlarni tushunmasligingiz mumkin. Yoki ifodalab beruvchining so'zidagi nuqson va yoki ash kalimadagi qo'ndirilgan ma'nodagi sabab, qo'ndirilgan ma'no joyini topmagan va yoki ma'noni tushunmoqchi bo'lgan anglag'uchidagi sabab. Demek, mushu tushunmaslikning sababi mush 3. Buni keyingi darslarda to'xtalib o'tamiz. Va sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.